Salom bolalar. Bugungi videoda biz Minecraft o'ynaymiz. Minecraftga qaytdim bolalar. Agar server paypal bo'lsa kommentariyada yozinglar. Shu videoda 20 ta like yig'sa yangi video chiqadi. Qo'llab-quvvatlab turinglar bolalar. Qaniki bugungi videoda hammaga salom bolalar. Sizlar bilan hadamgidek Nozim 18. Bugungi videoda biz suvning tagida yuzada har xil lifehacklardan ko'rib uylar yaratamiz. Qani ketdik. Birinchi uy. Bizga birinchi kerak bo'ladi. Birinchi uyga bizga eshik kerak bo'ladi. Eshik qani? Eshik olamiz. Eshikni olganimizdan keyin bizga kerak bo'ladi. Oyna kerak bo'ladi. Oynani tinig'ida olamiz. Kanashdan keyin bitta do'st olamiz. Endi sudni ko'chiramiz. Agar moblarni ham yashirmoqchi bo'lsam, bunday modlardan yuklanadigan modlarga bitta uyda yashamoqchi bo'lsanglar, uni qilasizlar. Hoppa. Ishqani hoppa qo'yamiz. So'z fakir olan bo'lar. Hammasini zotim ustida o'tirmanglar. Fakir topishim kerak faqat. Mana fakir. Bu nima ekan? Bo'lar birinchi marta ko'ryapman. Minecraftga endi qaytdim keyin ko'ramiz. Fakir, где fakir? Fakir. Menga fakir kerak. Qani fakirim? Mana ekan. Fakirni olib qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin yana bir necha blok buzamiz. Xavotirlanmanglar, uncha yaxshi qo'tyapti. E'tibor bermaysizlar. 1 sekund keyin ishlayapti. Polni mana bundan qilamiz. Hoppa. Shuni bo'lish uchun yerda esa keyin ichki jihozlarni o'zinglar qilasizlar. Xuddi shunaqa uy bo'lsa bo'ldi. Короче, shunaqa bo'ladi uy. Kim bilsa kommentariyga men oldin bilganman deb yozsin. Keyin taydan shaxta qilsanglar bo'ladi o'zinglarga. Shundan bo'lishi uchun yana fakir kafega qo'yamiz. Buni esa olamiz. Oldik, yana buni ham olamiz. Aytgancha mana bu yerda qo'yishimiz kerak. Nega desanglar o'zi ko'rasiz. Mana shaxtam polniy. Qaranglar. Oy. To'g'riladi. Suv asta ketishni boshlaydi bolalar. Ketmadi. Ketdimi? Suv ketdi mana shaxtam. Monsterlarni ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Oy. Suv chiqishiga sog'aygan. Shundan uy bo'ladi bolalar. Albatta yana undan ham kreativroq videolar chiqarishga harakat qilaman. Mening uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Endi ustini qilib chiqamiz.
baribir men bu yerda yashayman bir kun. Agar vijdoniyada bo'lsam, shuning uchun ustilargacha qilib qo'yapman. Bolalar, iltimos, obuna bo'linglar, yaqinda 30 ta bo'laman, 30 tadan keyin 50 ta bo'lishim kerak. Keyin streamni yo'qsamlar bolalar. Shuning uchun obuna bo'linglar, qaranglar. Oshgan paytinglar yo'q-ku. Yobasi. Oy, bu qanaqa vitrinni. Mana chiqamiz. Uyning ichidan keyin baliq ovlasanglar bo'ladi. Hamma ko'ryapti bu yerda. Şöyle qilib qo'yamiz. Oy, bu qanaqa shikami uy bo'ldi bolalar. Prikol uchun mana qilib qo'yamiz bolalar. Prikol uchun. Nima qilyapti endi? Mana haqiqiy suvni tagidagi uy bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Bolalar YouTube'dan xabar keldi. Bolalar iltimos obuna bo'linglar, shuncha harakat qilyapman kontent uchun. Shuncha harakatim uchun bitta like bilan obuna bosib qo'yinglar bolalar. Kutmaydi. Shuncha harakat qilib shunaqa sizlarga zo'r kontent taqdim bo'ldi. Fakir qo'y bermayapti. Bolu yapmadım. Orada bunu yaptı. Hayatır. Şunu yaptı. Botu mu yaptı? Bak buraya yapsana. Herkese botu yaptı. Bir sürü falan tüyden ekende bolu. Bu akşam artık taktiken uzak. Sonra kraj svjetova uzđena porona. Svjeta utkanitka porona. Tik tuš.
Ketdik. Valla birinchi uyimiz o'xshadi. Shuning uchun like bosinglar. Ha, endi ketdik, ikkinchi uyda yasaymiz. Bu uyda uzoqroqdan emas, yaqinroqdan yasaymiz. Ha, derevna çıktı. Как раз derevna taydan yoki yondan yasaymiz. Ha, ketdik. Ha, shunaqa koloduz chiqadi ya. Shuni asta-asta pastga qo'yasizlar bolalar. Qo'ygandan keyin bo'ladimi? Qo'yasizlar buni. Mana shuncha chiqqanda xuddi boyagi taktikani qilasizlar, eshik qo'yasizlar. Bilasizlar, shu taktikani qilasizlar, yana bir necha blok kovlab chiqasizlar. Keyin fakir qo'yasizlar, xuddi o'shaqa qilib uy yasaysizlar. Bu yana bitta lifehack ketlardi. Kreatik millatga degan uylarni o'ynasanglar, yana ikkinchi kolodus bo'ladi bu yerda. Buni chuqurroq qo'yamiz. Keyin urib bu yerda ikkinchi kolodus kiramiz. Kışık ketib bo'ldi. Yana bitta qo'rashim kerak ekan. Adashdim, sizlar shuni xotin qilmang. Ko'ryapsizlar, mana chiqdi-ya. Bo'lmaydi, bu yerdan yana bir necha blok tushamiz. Tushganimizdan keyin ochamiz. Hoppa, bu yerdan xod qilib fakir qo'yamiz. Bu ham xuddi shunaqa nichka bo'ladi. Agar bu tomonga odam kelayotganini ko'rsanglar, bu tomonga chiqib ketishinglar. Mana shu yoqda havo olasizlar, nafas olasizlar. Keyin shunaqa ketasizlar. Agar bu uydan ham kelayotgan bo'lsa, tepaga chiqasizlar. Tepaga chiqasizlar. Qaraychi, shu nichka bitta yana bitta. Keyin yana bitta nichkani bilardim men. Mana shu tagidan qilamiz. Endi mana shu joyda. Bu yerda emas. Bittaga eshik ochamiz. Kravat bormi? Yo'q. Kravat bor uyni qidiramiz. Bu yerda bormi? Bor, ketib kiramiz. Bu usulda ko'plab bilishlar mumkin. Mana shu yerda qo'llashni boshlaymiz. Mana jo'zinglar tushundinglar. Tushundinglar menimcha точно. Qo'ymayapti kravat. Qo'yapti. O'yin lag bilan qo'ymoqda bolalar. Mana yopamiz. İşledi bu. Asta bu uyumu. Hoppa. Görüyorsun. Hemen bunu sonra uyga kiryapti. Hozir zamayt qilinadi, shuning uchun shu yerdan keyin kirsa ham bo'ladi. Yana bitta ishga tez video uncha ko'p minut degan shu uchun tez samonajdan qilamiz. Mana как раз daraxt. Ana shu daraxt ichiga hozir uy yasaymiz. Qani ketdik. Men hammasini tez qilishga harakat qilyapman. Video cho'zilib ketmasligi uchun. Uydan yaxshilab tozalab olamiz. Yotadigan qilib, kravatinglar bo'lsa qo'yib olasizlar. Va zombilardan bir kun
Mana shu joyda yashab tursangiz mana shuni mana kravatni qo'yasizlar. Qo'ymayapti. Qo'yilish shuni yotosizlar bo'ldi. Hech kim sezmaydigansan. Keyin ko'p zaman shaxtaga kirishda qo'rqardik. Просто fakir qo'yib chiqamiz. Ko'proq qo'rqish uchun. Bo'ldi, shaxta uzunligi shu. Mobla paydo bo'lishini foizi past endi. Fakir qo'ydik, birinchi shaxtaga birinchi qo'ydi. Paydo bo'ldi, qara ana shu uyga kiramiz. Bu uyda qanday yashaydi bu bola? Bu uy teshigi bor-ku. Hayvonlar nima bo'lgan bu uyga? O, mushu. Mushu yaxshi ko'raman, lekin o'zimni mushugim bor ekan Minecraftda o'ynargim keladi bunaqada. Hayvonlar qizishmaymiz. Bolalar, video o'z nihoyasiga ham yetamaga xayr. Sog' salomat bo'linglar bolalar, obuna bo'lishni unutmanglar.